sen boshla. Choy ustida hangoma. Men piyolamga ketdi. Muzeyman. Tursin, ishida tursin oshna. Oma, ustiga qo'yaver. Ustiga qo'yaver, hech narsa qilmaydi. Sirojiddin yo'q-da. Biz ishlayapmiz, ko'taramiz. Yes. Nonchamiz. Ko'rib Qani? 1, 2, 3. Ovozni tekshiramiz. Okay. Bu gapiradigan bo'lsak, men ham gapiradigan bo'lsam, men gapiradigan bo'lsam. Bo'shatinglarmi? Qo'yib ketish shart emas. Bitta qo'yib nima qilaman? Nima problema? Nima bo'lyapti? Hozir ovoz tekshiryapmiz. Okay. Yaxshimi? Ovozi ishlayaptimi? Qani, boshla. Ani yoqdingmi telefonni? Sirojninikimi? Ha, yo'q, bosilibdi. Bosildi. Meniki ham bosilib turibdi. Marta aytishlar. Oxirida yana. One last time. Okay. Xo'sh, bu gapiradigan bo'lsak, men ham gapiradigan bo'lsam, nimagadir bittasi gapiradigan bo'lsam. Sen gapirchi. Mana bittasi ishlayapti. Ha, uzib qo'ydim. O'sha o'chirib vaqtimda, o'chiryapsam o'sha haligingdan boshlayveraman, HDdan. Boshlayapti. Boshladi. HDdan yana formatda olib qo'ying narigini. Setup qilaman eshitding. Ko'rib qo'y. Mana faqat bittasi ishlayapti. Haligini ikkita chiqadi. Shirillayapti, shirillayapti. Bittasi olyapti, qalay. Unda ikkitadan qilib qolamiz. Gapirish ustida o'zgartirishim kerak. Nega? Sekin. Dona qilib. Dona gapirishim kerak ekan. Aroqqa kelib gapirish. Men gapirsam dona qilib gapirishim kerak ekan. Juda tez gapirib qo'yib, do'stlar. Nima deysizlar? Endi gapir. Misol uchun yurak siqilmasin. Bittasi ishlamayapti. Ulanmagan uchun. Boshlab ko'ramiz. Gapiringlar-da. Ha, gapiringlar. Hozir eshitilyapti. iPad yaxshi. Qani? iPad yaxshi bilmayman. Yo'q, qandaydir hali. Yo'q, buni anaqani u yo'qotib tashlab bo'lardi, bemalol programma. Olyapti. Qani yo'qotamiz? Voice'larni. Yo'qotamiz. Yo'q, turganda chiroyli turadi. Olaylik, buni qo'yamiz bitta. To'sib qolyapti-da. Boshlaylik. O'tgan safar ham buni guruhga tashlaganim, uyga qo'yganlarimni hammasi telefonda ovozni. Normal telefonga. Okay. Shunda endi men ovoz Bular yaxshi setup bo'lmasa, baribir yaxshi bilinmaydi. Nima emas bu 3 kishiga bilishalik. Ayolim yo'qotib. olib ketasan. Ayoling ham yeyapti yo'q hozir. Bunaqa bilan. Boshdan qo'y, chiroyli qilib, noldan replace qilmasdan boshdan. Davay, telefonni o'chir, pilot qil. Men qana ko'rishim kerak-da. Mayda savollar. Ha, okey. Davay. Xo'sh. Bo'lmasam boshladik-a? Assalomu alaykum. Nima deysiz? Salomlash olaylik. Salomlash. Hali salomlashuradi. Salomlashmadikmi? O'tgan hafta salom. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yana bir podkastimizda sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugungi podkastimiz xudo xolasa har xil mavzular haqida bo'ladi. Undan bundan zo'r mavzular haqida gaplashamiz. U hamma narsadan oldin bitta narsa haqida gapirib o'tib ketmoqchiman. To'g'risi yaqinda bitta tanishimga aytsam ham, bilmagandim degan narsani eshitdim. Nima edi oti? Samsung Paybackmidi? Nima edi? Samsung. O'chiramiz. Relax, man. Samsung. What are you talking about? Samsungmidi? Samsung Payback. Samsung, короче, Samsung Payback bilan ketadigan. Qisqasi shunaqa narsa Samsung Payback. Bu meni aniq bilishim, o'zim ham qanaqadir Payback oldim. Vizasi qanaqa vizaga to'g'ri kelishini bilmadim, lekin shinchon qilib ko'rsalaring bilasizlar. Kelisham Qisqasi davlat chiroyli. kesilmaydi jo'la. Davlatda bitta programmasi bor.
Shu joyga o'tgan 2024-yilni sentyabr, oktyabr, noyabr oylaridagi ishlatgan shinyo kartalardan ishlatilgan pul bilan bu yilgi ishlatilgan pulni pigo anaqa solishtirib qancha ko'p ishlatgan bo'lsa o'sha pulni 10%ni qaytarib beryapti. Onnuri payback, Onnuri application orqali ishlatsa bo'ladi. Men o'zim ham ishlatib ko'rdim, yaxshi narsa ekan. Ko'p Onnuri mall, ko'p anaqalari bor, imkoniyatlari bor. Shu narsadan foydalaninglar. Demak, podkastga o'tamiz. Men ham ishlatib ko'rdim o'sha narsani. Men ishlatib o'shani ishlatib, men ham narsa nima deydi, qaytarib oldim. Qancha oldingiz? Endi uni aytmayman-da. Nimaga aytmaysiz? Qana qilib summani pulda aytasan. Men 280 ming oldim. Qoyla qarashiga. 3 oyga 280 ming oldim. 3 oyga 280 ming. Men 58 ming. 3 oyga-ya? Ha. Ishlatmasda bular? Kam ishlatibsan-da? Yo'q, u bunday qilar ekan. Bunday qilar ekan. Ya'ni o'tgan yilgi oy bilan bu yilgi oydekini solishtirib faqatgina ko'p ishlatgan summang bo'ladi-yu. Aytadik, misol 2024-yilda noyabr oyida 200 ming ishlatgan bo'lsang, 25da aytaylik 500 ming ishlatgan bo'lsang, 300 ming ko'p-a? Mana shu 300 mingdan qancha foizini qaytarib beradi? 10%. 10%. 300 mingdan qancha bo'ladi shunda? 30 ming. 20 million ishlatdingmi sen ortiqcha? 3 oyda. 3 oyda. 20 million bo'lmaydi. 200 ming bo'lsa 2 million 800 ming bo'ladi. Ko'p. 2 million 800 ming, ha, to'g'ri. Shundan kartani ishlatilgandan qaytadimi o'shanda? Shu kartasi любой karta bo'lsa kerak. Qisqasi VAT to'langan summadan. VAT? Ha, ana qo'shimcha qiymat solig'i deydi-yu. Har bitta tranzaksiyadan 10% dan o'zi to'layapsan-da davlatga soliq sifatida. Yaxshi, shu Onnuri haqidagi ma'lumotlarni o'sha tagiga qo'yib ketamiz. Kim qiziqsa, kirib chiqib bemalol tekshirib olsa bo'ladi. Anaqani bilmayman, to'g'risi Shinchon kelgan bor. O'sha Shinchon kelgan anaqa programmaga o'sha payback olish uchun o'zini anaqasi bor. Ma'lum muddat bor. O'sha muddat ichida applikatsiya submit qilish kerak. Faqatgina ma'lum muddatmi? Doim kirsa bo'lmaydimi? Chunki yo'q, uni menimcha kelgani bor uni. Nimagaki, meni holatimda hozir dekabrga ham qaytadigan bo'lib turibdi-da. Faqat 3 oyga. Sentyabr, oktyabr, noyabr, hozir dekabrda ham 15-sida qaytadi. Demak, u dekabrda qaytadigani bu noyabrdagi. Noyabrdagi. Qani undan keyin ko'rar ekanmiz. 3 oy bo'lib qaytarib beradimi shunda? Har oydagi adden-addenni ham. Har oydagini addenni hisoblab, o'sha ortig'idan o'zini programmasi bormi ishlatish? Onnuri degan programmasi ishlatadi. Onnuri. Yana to'g'risi yana bitta zo'r narsa, men ham buni bilmagandim. Yaqinda Sirojdan aytib qoldi. Keyin Shinchon qilib qo'ydim bunga ham. To'sta inglizchaga o'tkazsalaring, endi inglizcha o'tkazganman. Hidden income degan narsani yozsalaring, sirazi to'sta find hidden refund amount degan narsa bor ekan. O'sha joyda ham Shinchon qilib davlatga o'zi sizga qanchadir anaqasini soliq to'lagan bo'lsangiz, o'shandan cho'tka qilib sizga qanchadir pul qaytarib berish mumkin ekan soliqdan. Ha, buni lekin bitta yomon tomoni bor. To'g'risi men aldandim desam ham bo'ladi, qaytarib beradi, lekin sirazi qaytarib bermaydi. Ya'ni nima deydi, ariza bergan vaqtda qaytarib bermaydi, bu fevralda qaytarib berar ekan. 2 ga bo'lib. Ha, shunda ham 2 ga bo'lib. Lekin ularda xizmat haqini to'laysizlar. Ha, o'sha TOSga o'rtada turib, sizni pulingizni qaytib olib bergani uchun TOSga pul to'laysiz. Xizmat haqi. Qancha? U qancha qaytib olishingga bog'liq. Foizga qadarsa. Mendan 40 qancha ming ham oldi adashmasam. Chunki qaytariladigan summa katta narsa, chunki 110 ming, 101 ming to'ladim, lekin undan 40 nech foizini ham qaytarib berdi. Menda qaytib bermadi. Bilmadim. Qisqasi endi asosiy mavzularga o'tadigan bo'lsak, bu sizlarga qisqacha foydali ma'lumot. Bizda ma'lum mavzular bor ekan, Karim Sirojning tomonidan yozilgan. Koreyaga birinchi kelgandagi taassurotlar qanday bo'lgan? Qiziqmi? Sizlarga qiziqmi? Kommentarda yozib keting. Okey, qiziq bo'lsa gapiramiz. Qisqacha aytib o'tib ketinglar. Misol
hozirgi holat bilan u vaqtdagi baribir duch kelgan qanaqadir qiziq voqealar bo'lishi mumkindir. Mana men aytib beraman bittasini. Kebabda ishlardim masalan, haligi Myeongdonda. Rosa yaxshi ko'rardilar, talashib yerlar. Navbat qo'yib oldim. O'sha kuni birinchi kuni kelayotganimda yomg'ir yog'yapti. Kech qolib ketdim. Qarasam, avtobuslar tugab qolibdi. Hali tilni bilmaymiz, hech narsani bilmaymiz. O'sha vaqtda taksiga chiqdim. U taksi ham emas ekan, oddiy mashina edi-da. Qanday to'xtatding? Bilmayman, shu yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir rosa yog'ib turgan paytda qo'limda narsa qilgan, Jongrod tomonda edi. To'xtatdim, to'xtadi. O'sha yerda Ajoshi bilan gaplashib, u yoqdan bu yoqdan ma'lumot qilib ketdik. Qaysi gaplashgan Ajoshi? Endi misol o'sha paytda baribir Myeongdonda ishlayotganda bitta ikkita so'zni bilardik. Koreys tilida. Endi o'sha bilan ozgina bu qilganday bo'ldik. Shunday qara, mana shunday yaxshi savol berdi. Qaysi tilda? Hali kelganimga bir 3 oy ham, 4 oy ham bo'lmaganda. 4 oycha Myeongdonda kebabda ishlayotgan paytimda. Endi birinchi ish topgan tabu. Jasraka Yo kebab yomon shirin edi. O'shandan keyin borib, unaqa shirin kebab yemadim. Apshsha yemadim. Sirojdan tayinlaganga balki shirinda. Yo'q, ularda sousi ham boshqacha. Special sousi bilan anaqasi bor edi. Qanaqadir bilmayman. Agar shu bo'lsa bilib boraylik. Qayda u? Manzil Gapni o'sha yerda qilib Myeongdonda. Manzil Myeongdonda katta ko'chada. Nomi nima edi kebab? Ahmed kebab deb yozib qo'ygan. Ahmed Ha, kebab. allaqanday qilib beradiganmi, ko'chalarda sotadigan. Hali ham sotyapti, ko'rganman. Halol yozib qo'ygan. Forever Mashina 21da yonida. Mashinada borish qiyin u. Myeongdonda parking topsa bo'ladi. Parkingga qo'yish kerak. Keyin o'sha kuni yomg'ir yog'yapti, ustim uvib ketgan. Telefonda o'sha ustimdagi narsaga solganman. Kiyimga solib yechganman-da. Yechganimdan keyin bilmayman, undan keyin telefonni olib haligi qo'yadigan joy bor-ku, mashina narsalar qo'yadi. O'sha yerga qo'yganman. Keyin tushayotganimda qancha desam 20 ming degan. Taksi emas dedingmi? Yo'q, taksi emas, so'raganman-da, lekin tepasida belgi yo'q edi. Aniq eslamayman. Belgi yo'q edi. To'xtatganman, 20 ming degan. Jahlim chiqib ketganda, nimaga ishidan begacha ham 20 ming deganda, bo'pti mayli, mana yozmasan. O'sha yerda tushib, telefon tashlab tushib ketibmanmi? Qattiqroq gaping. Telefonni tashlab tushib ketibmanmi? Keyin uning ichida hamma narsa bor edi. ID karta, student karta, короче, o'sha telefon hamyon bo'lib xizmat qilardi. Uyga kelaman, jahlim chiqib, bularga kebabni berib, narsa qilib, birpasdan keyin qarayman, telefon yo'qda. Tashqariga chiqib, keyin qidirganman, yo'q. Paqilib qo'ying, shu cho'g'da. Cho'g'da Bu yoqqa olib qo'yinglar. Nimaga? Yaxshi. Hech kim hammaga keladi. Gapiring. Keyin men o'zimga nima qilib qo'yganman sharoit. Keyin qanday? bir haftadan keyin men adashmasam, Qayga suqding? Mana. Kompyuterga suqding? Yo'q. Siz O'zi eshityapsiz. elektrik. Ha, gapirasiz. Mana. Siz gapiring oshna. Gapir. Bir haftadan keyin karmoningni yo'qotgansan. sizlar to'xtamayapsizlar. Endi qanaqa bo'ladi? Men misol uchun kimga gapiryapman? Gapir. Sorry. Obunachilaringizga gapiryapsiz-da, shuna. Men ham hozir bular gapirayotganda shunaqa o'tirsam, qalay bo'ladi? Menga jiddilan eshityapman siz. Jiddilan. Keyin короче hamma o'sha qaytadan topshirib chiqqanman ma'lumotlarni, ID kartalarga ham, student kartaga ham, hammasiga. Bilmayman, Aziz menga telefon berib turgan. Telefoningni yo'qotganmisan? Telefon yo'q, pul yo'qotganman. Telefoningni qaytib topa olmagansan. Keyin yaxshi joy keladi hozir. Keyin hamma ma'lumotlarga, hamma joyga topshirib bo'lganimdan keyin hujjatlarni shu 15 kundan keyin topilganda. Telefon ham. Telefon hamma shunday. Telefoning bunaqa bo'lgan. Hamma ajoshilarda. O'sha paytda ajoshilarda, ana ochib yopiladi. Bunday ochsang hamma ma'lumotlar turadi mana bu joyda. Keyin haligi yozib qo'ygan kim edi? Ripper. O'sha yozgan student uniondan chaqirishyapti sizni degan Kakaotokdan yozib, keyin borib student uniondan bitta xodim mana shu sizning ma'lumotlaringiz ekan degan. O'shanda voy boshqacha bo'lib ketganman mana shu. Senda ham birorta qiziq voqea bo'lganmi? Birinchi kelganingda? Birinchi kelganimda qiziq voqea yo'q deb.
voqea kelganda endi chekka joyga kelganmiz-ku. Birinchi kelganmiz, chekka joyga kelganimizda. Chek desang chekkamiz desamganda. Birinchi kelib chekkam. Qishloq joyga kelganmiz-ku. Qishloqchada chekka yurganmizlar. Ya hurmat saqlaymiz, hurmat saqlaymiz. Komfort gaplaring nima? Stress under pressure. O'zingni bo'sh qo'y. Mashina qo'y, o'zingni bo'sh qo'y. O'zingni bo'sh qo'y. Ramkaga tushib qoldi ular. Egonza. Sen ikkalang ramkaga tushib qolsan. Yo'q, hozir g'alati bu ya. yo yog'li emas, yo yog'li emas bo'lyapti-da, bo'ldi. Endi qishloq joyga kelganimizga relax gaplashavering. ustida-da. Tog' ustida bo'lgan uchun tog' ustida bo'ladi ko'p universitetlar. Asosan tepalikda bo'ladi. Sejongda qolmasda. Qishloq qolgan joy. Sejong universiteti. Hay to'qqan. Sejong tog' ustida. Orqamiz Sejong universiteti. Ha, Hozir men mana videoda olib, videoga qo'shib qo'yamiz. Buni ham mana. O gapiryapti, ho'kiz. Üstümden kulib o'tirsa kerak. Qondanmiz hozir. Yo'q, sen bitta narsani his qilyapsanmi? His qilyapsan? Yo'q, buzib o'tiribsan, shuna. Hozir sen gapirayotganda ham mana shunaqa qilamiz. Seryozni bor-ku. Kalla qoqamiz. Bu odamda bir narsa bo'lsin, davay gapiring shuna. Tugadi. To'qay kelganmiz. Tugadi. Bo'ldimi? To'qay kelgan bo'ldi. Hozir derdi. To'qay kelganmiz. Endi hech kim yo'q-da, o'zbeklar ham yo'q. Masalan, Seullarda odam ko'p bo'lgan-ku, o'zbeklar misol uchun Sejonga ham ko'pchilik kelgan. Tugaganda ham gapiring. O'zing ham buzyapsan-ku. To'xtadi, undan keyin gapirdim. Hozir gapiryapti. Yana Chamta. ko'ryasanmi? Maza qilib gaplashib o'tiribmiz. Biz o'ringlar bir-birlariga. Davay. Haligi podkastlardan andaza olyapti ekan, haligi gapirsa chap turadi. Kim edi ota? Kim edi? NQ mana lamasa edi. Nima gap, nima gap. Ya, ular yaxshi eshitadi bir-birini, nima Qani? gapda. Ha. Qanaqa bo'lgan? Hech kim yo'qdi o'zbeklar. Hech narsa yo'q, nima ishdan bilmaysan. Ikkita o'zbek kelgan 6 oy oldin, ular ham yaxshi bilmas edi. Keyin kirib turib, rostdan ko'zimdan yosh chiqqanda, hech kim yo'q-ku. Kirib yotib turib, cho'ntagimdan pul sanaganman. $700 olib kelgan ekanman. Qaytib ketaman deb. Qaytib ketaman deb anla qilganman-da. Ko'pchilik birinchi kelib qaytib ketaman degan. Men qaytmayman deganman. Men qolaman shu yerda degan. Keyin Yo'q, men aytganman. Gapiryapti. 2-3 kun o'tgandan keyin anlaqay bo'lganda, nima deydi? Endi qaytib ketsam bo'lmaydi, shuncha ishonch bildirildi. Endi kontraktlar ham to'lab berilgan-ku. To'lab berilganligi uchun ham grantga kelganman. Tem bo'ldi. 2 yilga. Keyin bo'lgandan keyin 3 kun o'tgandan keyin ishga chiqqanman. Stop. O'z ish nima ekan? Sigaret ekish ekan. Dalada. Sigaret? Ha, sigaret ekan. Nikotinmi? Sigaret ekan. Nima deb so'rasam, sigaret deganda. Sigaret ekmagandirsa. Sigaret ekarkan dala. Tamaki ekkandirsalar. Tamaki. Tabako. Tamaki debdi. O'sha sigaret qila undan sigaret yasaydi degan. Hayron bo'lib, normal pul bergan. Keyin o'sha pulni bitta do'stim pul kerak deganda berib yuborganman. Qaytib bermaganmi? Qaytib bermagan. Beraman. Yo'q, degan joylar chiqib Tegizga. Qaytib bermagan. Okay. Sizda qanaqa bo'lgan? Men Koreyaga kelayotganimni Koreya haqida tasavvur qiladigan darajada kutmaganman. Misol bizdan 1 yil oldin kelganlar bo'lgan-ku, 95-yilda kelgan, 96-yil bo'lib turib, 2015da kelgan bo'lsak, To'lang olib ketmas. men Koreyani tasavvur qilmaganman. Men borsam mana bo'lib ketadi, ana bo'lib ketadi degan fikrlar umuman bo'lmagan. Qanaqa tasavvur bo'lgan? Men hech narsa bo'lmagan. Misol uchun universitetga topshirayotgan mahalimda ham domlamiz qaysi universitetga topshirasan desa, bilmayman domla, qaysi universitetga topshiray. Yo'q, serios. Ayolda to'rma to'g'andan keyin Matkalar kelganman. Men maqsadim yo'q deb. Yo'q. Yo'q, meni maqsadim yo'q. yo'q maqsad bo'lgan, yo'q. Domla siz maqsadlaringiz nima yashayapsiz? Yo'q, hozir o'sha yo'q degan ma'nodagi gaplarni gapiryapsiz-da. Gap oxirigacha eshitdingmi? Bo'lmasdi. Ya, bu hozir qo'shilayotgan gaplar menimcha normal, chunki haligi faqat oxirigacha Meni ustimdan kulayotgani uchun normal.
siz ustingizga ko'cha jirlar. Boshqa gapga o'tib ketilmayapti-da. Yo'q, unda emas mana. Boshqa gapga o'tib ketilmayapti-da. Mavzudan chiqib ketilmayapti. Mavzuga chiqib ketmayapti. Ya'ni bu davom etib ketaveradi-da, lekin sizlar to'xtamayotganligida meni gapirayotganim. Keyin bilmayman dedimda, keyin qaysi yo'nalishda bor ekan o'zi aytsam shu biznes bor ekan deydi. Keyin IT yo'nalishi bor ekan. Keyin domlaga aytdimki, qaysi yo'nalishda ish topsa oson topish osonroq va pul oylik kattaroq olinadi desam, shu IT yo'nalishi. IT yo'nalishi topshiraman. O'qib ketgan, ha? Desam keyin IT yo'nalishiga topshirdim, IT yo'nalishiga o'qib o'tdik. O'sha kirdik, keldik. Kechqurun 10:30da keldik. O'zlaring to'p kelganmiz shunda. Yo'q, o'sha akalar olib kelib, Sejonga xonasiga olib kirgan. Begzod akamizda. Ha, o'sha Begzod aka. Biz Elyor aka olib. Begzod aka endi eshitib turing, men gapiryapman o'sha qismlarni. Olib keldida, keyin bitta xona turibmiz. Endi shunaqa bo'lyapti, tanishlari, hali tanishlar bor-ku, bitta ikkita tanishlarni olib ketyapti. Biz 7-chi-o'g'il qolib ketdik. Keyin bizni Elyor aka degan olib kirdi xonasiga. Ha, hammasi o'zini tanishlarini olib ketganda, misol uchun. O'zini qishloqdoshi, xonada boshqa akalari kelib olib ketgan. Biz o'zimiz qolganmiz, biz Elyor aka olib keldik. Qaysi Elyor aka? Elyor akami tanish? Jumayevmidi? Jumayev. Elyor aka zo'r padisha qilgan lekin. Narsada ishlaydi adashmasam. Keyin O'zbekistonda shekilli. Yo'q, biz endi mayli ishni topishdan kelishdi. Ishni topishdi endi. Bega kelgandan keyin bo'lgan voqealar. Kelyapman, qog'oz zavoddan boshlayman. Men har bitta qog'oz chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Keyin asosiy problemalar nima bo'lgan? Asosiy problema shu ish topish bo'lgan. Ish topish bo'lgan, shu ish topishda endi eshakdek qidirganmiz. Mana kishi ish topganlar, ikkalamiz intervyuga borganmiz. Bu birinchi topmaganmi? Yo'q, bu birinchi topgan. Endi Sirojida ishlardi mahalda. Sirojida bananlarni olib kelardi. Katta o'g'li. Yema degan bananni. Ha, bananlar olib kelardi. Banan yaqinda aytdi. Bu yemadi ba. Oldin yuraverardim. Yo'q. Oldin yuraverardim. Shu paytda bilmagan ekanmiz, Chokopayni. Yo'qmi? Yo'g'ida ham bor. Unda yo'q edi. Yo'q-da, tekshirib yerda-ku. Elyor aka tekshirib. Hozir hamma Chokopaylarda. Hammasidan o'yisimi deganda yo'q. Hammasidan emas. Lekin shu ham bitta challenge bo'lgan, haqiqatdan. Lekin chunki boshida yaxshi bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan odamlar bo'lgani, lekin biz xuddi O'zbekistonda deb tasavvur qilganmiz bu-da. Любой narsani yeb ketaveramiz deb o'ylagan. Ha, shunaqa. O'sha, ya'ni bu yerda bizni kutib olib, bizga yo'l yo'riq ko'rsatgan odamlar o'sha eng yaxshi bizni holatimiz bo'lgan deb o'ylayman. Yo'l yo'riq ko'rsatgan, lekin hamma narsalik limited bo'lar. Yo'l yo'riq ko'rsatish ham limited bo'lgan, hamma narsa limited bo'lgan, lekin ko'p narsa odamning o'ziga bog'liq bo'lganda. Misol uchun o'shanda ketavermoqchi bo'lganlar ham bo'lgan, ketaverganlar ham bo'lgan. Misol uchun lekin eplab ketganlar ham bo'ldi mana. Eplab ketib, nelegalga chiqib ketganlar bo'lgan, nechta chiqib ketganlar. Asosiy struggle shu qiyin, shu ish topish bo'lgan, lekin bitta ish topgandan keyin oylik tushib, pul tushgandan keyin tekis ketgan. Qiynalmaganman, to'g'risi men. Kontrakt 100% to'lab. Yo'q, endi keladigan joy bo'lganda baribir. Messenjerda SMSlar turibdi-mi hali ham? Keladigan joy bo'lgan. Messenjerda endi hamma bir-biridan qarz olib yurgan mahal bo'lgan. Tekis ketmaganda. Tekis ketmagan bo'lsa ham keladigan joy bo'lganda, ish topguncha keladigan joy yo'q, olib kelingan pulni ishlatilgan, yeyilgan xolos, yeb ichilgan xolos. Lekin ish mahalda keladigan joy bo'lgan, boshliqqa borib, endi bizni boshlig'imizdan yaxshi bo'lgan, borib pul to'ladi, palonchi puldan berib tursa berardi. Oylikdan oldin olgan pullarni. Nima ish qilgansan? Ishga kirish. Biz shu ofitsiantlik qilganmiz. Yo'q, qanaqa pitssaxonadami yoki biz champion popda ishlagandik. Boshlanish. Tappovomi? Yo'q, koreyslardan ish topish ham afshi qiziq bo'lgan. Ish topishda endi oshnam topgan, biz ikkalamiz intervyuga borganmiz. Keyin yoshimiz 19 yosh bo'lganmiz, 19 ishga olmas ekan. Endi koreyslarning yoshida bitta yosh qo'shib hisoblangan. Biz 20 yosh bo'lgan ekanmiz o'zi aslida. Keyin biz sizlarni ololmaymiz deganda endi bizni jo'natib olgan, uyga kelib akalardan so'rasak, mana shunaqa sizlar 20 yoshdalar degan. Keyin men borganman qaytib. Borib, mana biz 20 yosh ekanmiz, ID kartalarimni ko'rsatganman, telefon qilganman, SMS yozib boshqa qilib, oxir bo'pti ke degan. Yalinganman-da endi qaroychi. Borganman, bir kun ishlaganman. Bir kun shuni ishlaganimdan keyin o'sha ish tugashi bilan zo'r ishlading. Shering bormi? Senga o'xshab ishlaydiganlik. Ha, bor deganman. Kelib bunga aytganman.
Ertasi kuni keyin bu bilan borganmiz. Inglizcha gaplashgansizmi? Inglizcha. Dahshat taforo. Ofitsiantlik ham yorib borganmiz-da. Qanaqa? Inglizcha ishlama. Menu order olib kelish bo'lsa, borib turib rasmni ko'rsatardik. Haligi customer rasmdagi order ko'rsatardi, borib rasmdagi order ko'rsatardi. Til bilmasdik. Faqat body language bo'lardi. Ko'pincha. Ma'lumotga ishga olgan hozir olmaydi. Yo, tez o'rganib ketgan. Tez o'rgangan. O tilda misol uchun. Hozir tilda bilmasa hech qaysi ish O'sha olmaydi. Prosta yaxshi odamlar bo'lgan. Yaxshi odam bo'lgan. Hozirgacha Yaxshi o'sha odamlar bilan anaqa qilamizda. Xato ham ko'p qilganman. O'shanda yaxshi eslayman. Rahmi kelgan ekanda. Ishdan men kechqurun ishlardim, bular ertalab kelardi. O'sha payt ertalab kelardi. Hali endi gaplashib o'tirganimizda, "Oshna, men nimaligi? To'lov olishni boshladim." Kompyuterga kiritishni o'rganib, customerdan haligi pulini olyapman deb haligi bir qandaydir o'zimizda o'sish, o'sishdi. Boshliq biz bo'lsak ham boshliq qilamiz. Asosiy ishdi. Haligi tushunmay qolsa boshliq borib order olardi. Misol kompyuter xato kirgizib qo'ysak ham boshliq hal qilardi, to'lov olmasa ham boshliq hal qilardi. Yaxshi inson. Asosiysi boshliq narsa qilardi, faqat haligi cho'tki poddesh qilganda. Lekin ish ham qattiq. Ish qattiqda ham hojatxonagacha yubordik-da. Undan keyin oxiri misol uchun necha yillardan keyin o'sha joyga ishlagani bordim. Misol u nom oshxona o'zgarib, chikkin xona bo'ldi, boshqa bo'ldi. Karisam bilan ishladik. Karis qilmadi. Misol uchun hojatxona tozalashni ham unaqalarni biz qilgandan qilmadi-da. Biz yubordik, hamma narsani ichkarini shopullab, shampullab yubordik. Chunki nimaga Hamma joyga cho'tki qilib, toza qilib. Pul kerak, shunaqa qilish pul kerak. Keyin yo'q, boshliq ya'ni o'zi O'zbekistonda- ko'rsatganda-da, bizga o'zi ko'rsatgan. Misol uchun biz o'zimiz yurmaganmiz, boshliq o'zi ko'rsatgan. Mana shunaqa qilib yuvasizlar degan, o'sha aytgandaqa qilib yurganda. O'zi kirib tekshirib olardi, misol qayerdan o'ynak boshqa bo'lmi? erinilmagan o'sha Erinilmagan. paytdagi. Ha, bu- Chunki nimaga bo'lsa O'zbekistondan endi o'sha ishlarni qilganmiz, qattiq mehnat qilganmiz, to'g'rimi? O'sha O'zbekistonda hali sovumagan paytimiz bo'lganda, endi bu yerda pul kerak, yashash kerak, keyingi semestrga kontrakt to'lash kerak. Shu Jirkinish degan narsa bo'lmagan ekanda, misol Chunki hojatxona degan narsa ish bo'lmagan ekan. bor, pul keladi-yu deb turib. Pul qattiq haqida ishlagan misol uchun pul kerak deb ham qilish bo'lishi mumkin, lekin menda misol uchun men o'zimdan kelib chiqib gapirsam, jirkinish degan narsa bo'lmagan. Endi ko'rsatma mana qilasan desam, Lekin o'sha ketaveradi. Koreyada shunaqa-yo, kultura shunaqa-yo. Hojatxona bir jirkinadigan joy emas, tozalab, top-toza Endi misol turadi. endi O'zbekistonda unaqa narsa qilmaysan-ku, deyarli shipirib boshqa narsa qilasan. Haqiqatan O'zbekistonda hojatxonalar tozalanmaydi-yu. Yo, yana uyingda hojatxona shipirib tozalab. Keravoldan boshlanadi. Masalan, pul nima deydi, narsadan, tunneldan shuni o'tgandan keyin ozgina yurib chapga tuzang yashaydi, meva piyolar sotiladi. O'sha joydan boshlanadi, tavoro. Hozir qarab qo'yapti. O'zbekistonda ham qarayapti. Bunday qarab qo'yadi xolasda. Yaxshi, yomon emas. Lekin aeroportga yaxshi ekan. Men aeroportga kelganimda aeroport uyatamda. Dahshat. Pulchi, pul to'lanam aeroport. Yo'q, ichkari. Yo'q, Ichkarisidagimi? Tashqarisidagi pul. Tashqaridagi. Aeroport tashqarisidagi tekin, registratsiya o'tmasdan kirsang ham tekin. Lekin sizlar bilan men ishlaganman o'sha payt, yangi yil kunimida. Jidivoy orasini endi. Soat 12da, Kamon sekin ishlaydi. Odam boshqa qilib gapiryapti, namchi bu sekin ishlaydi. Nima Hamdamboy ham ishlagan. Hamdamboy ham ishlagan. Hamdamboy Odilbek ishlagan. Az ishlamagan. Atabekov ham ishlamagan? Yo'q, Odilxon ishlagan. Odilxon ishlagan. Odilxon, Hamdamboy ishlagan. Lekin bitta narsasiga qoyil qolish kerak, ularda o'ta sabrli edi. Bilsizlar, chunki ko'p xato qilsak ham yoki haligi baribir pulga oid xato qilinmasdi-yu, haligi so'kurib ham haligi ishdan keyin yana hech narsa bo'lmaganda ukalar Jarayonda so'kar. O'sha haligi unaqa so'kinmas. Uyda so'kinmagan lekin menga. So'kinmaydi emas, so'kadi. Yo'q, dakki berishi mumkin. Unaqa haligi yomon so'sak so'kinmaydi, so'kmagan. Lekin men pizzaxonada ishlaganman, Shinchonda, bitta New Zelandiyalik bilan ishlaganimda anasini odam order ko'payib qolsa stress bo'lib qolardi. Mandirishga tushib qolardi. Birga ishlaganmiz. Mana ishga borsam. Mana ishga borganman. Sherik olib borganman. Sherik olib ketgan, olib borsam. 15 kuncha ishlaganman. Ishlagan, olib borganman, haydab borgan keyin buni. Sekin ishlaysiz. Sekin ishlaganda. Psixopat. Yo, haligi tez harakat. Misol idish. Короче, boshliqda narsasi pizzani qo'yish bo'lganda, tushunyapsan? Boshliqda короче, sen ishingni qilmoqchi boshliqda narsa pizza tayyorlab qo'yish edi. Bo'ldi. Sen
boshlab pitssani tekshirib, olib, kesib chiqarish, idish tovoq yuvish, shu jarayon seniki, aqabaqa borib kelasan. Tushunasizmi? Endi menga unaqa qilib qo'yadi. Ha, qiladi, ko'cha chegara chekkan chiqib ketadi. Endi menga u soha yangi bo'lgan, chunki men kebabdan borgan odam bo'lganman, adashmasam. O'sha kebab boshqa bo'lib, endi kebabniki nisbatan osonroq edi. Endi pitsa endi u haqiqatligi menga g'irt busy paytda beradi-da. Vaqtda, schedule g'irt busy edi. Endi uni o'rganib bo'lmaydi. To'g'ri. Men lekin O'shanga chiqib ketaman desam, mazasi qochib qolgan boshqa. Chiqib ketaman desam, chiqib ketasan, chiqib ketma, bir pastalik linkalarga, kreklistlarga kirib o'zbeklar xayr qilmanglar, ular qo'qqisdan chiqib ketar ekan, bunday. Korоче, chiqib ketaman deganimda kreklistga kirsam, yangi new post bo'lib qolgan-da. Men o'shandan gumon qilganman. Endi balki xudo kreklistdan ish topadigan emaillarni, ofitsiant. Qanaqa sayt bilmas ekanman. Sen Craigslist bilmaysanmi? kreklistdan topganmiz. Albatta. Ko'p edi. Iteonda zo'r edi, yaxshi ishlaydi. Alba cho'ngukdan ko'proq, albammi. Biz ham Albamondan topganmiz ishni. Kreklistdan topgan ishimda deb men ash kebabdan chiqib ketganman. Kreklistdan qanaqa ish topgansiz? Haligi amerikanskiy bitta, men burger chilmi degan. Vatosmasmi? Yo'q, Vatosmas. Burger chilmi degan joyda ish topganman. Ular o'shalarga aloqasi bor adashmasam. O'sha joydan ish topganman. Shuni birinchi kuni borgan, yarim soat ishlaganman ishda bor. Nimaga chiqib ketgansiz? Bilmayman, hali o'rgatish yo'q, boshqa yo'q, sen sekin kesar ekansan, pomidorni kesishni bilmas ekansan, deb turib, bo'pti, ketaver, kecha buni tashlab yubor, yarim soat ishlagan pulingni jo'natib yuboraman degan. Yo'q, shundan keyin tugadimda, nariga ishga uzr so'raymikin-a? Uzr kechirasan, mashina bo'lib qoldi deb yozaymikin-a? Deydi-da, odam u paytda endi ish yo'q, boshqa yo'q deysan. Bo'lgan keyin. Hamma. Keyin Teguga ana narsa bor edi bizda, Surxondaryolik bitta aka bor edi, eslasa. Sudon. Cho'rma. Qaysi? Otlar nima edi? Jahongir akammi? Yo'q, boshqa bir tur taketadi. Turg'un aka, turg'unmi? Yo'q, boshqa aka. Haligi magistrga kelishgan. Tohir aka degan. Tohir akani oshnasi. O'shalar meni O'sha turg'un aka-da? Yo'q, o'sha aka meni Teguga ishga chaqirganlar. Zavodda ishlaganmiz. Zavoddan aytib ketmaganmisiz? Yo'q, ayda keyin sharoit bo'lib telefonim buzilib qolib, keyin ketaman deganman. Bir qancha bir 10 kuncha ishlaganman. Sovuq edi-da. Keyin iloji yo'q, haligimga yozganman kebabga. O'zi kechirasan, shunaqa bo'lib desam, "Okey, brother, kel" dedi. Shundan keyin qishda yana o'sha ish tiklandi. Shu bir oy yo 1,5 oylardan keyin o'sha ish tiklandi, yana o'sha Myeongdonda ishlashni boshladik. Ko'chada-ya? Ko'chada. Qiyin. Sovuqda. Lekin borib maza qilib ishlardim-da. Chunki o'zim bilaman, u Hind Odamlar ko'p qiziqda. Qiziq, Men baqiradi. juda qiziq edi. Haligi Hozir borib ko'rmadim anchadan beri. turburchak narsasi Men unga bormayapman. bor-da. Men ko'p bordim. Chuguni bor. Endi mahsulotlarni hammasini tayyorlab olib keladi-da. Hali qo'liga shpatil bor, shpatil katta qalini bor-da, hali uncha qayilib ketmaydigan kattasi bor. O'shani tagidan gazni narsa qilib, ochib, taqa qilardik. Hozir halalkayizda bo'lsa kerak o'sha narsa. Mayda qilardi, keyin unga haligi ziravorlarni qo'shib, Halalkayizda avtomatik chiqadi. Boraylik, o'sha kebab degan. Chiqadi. Hozir borishimiz kerak unda. Menimcha bo'laveradi, agar boradigan 1 soatdan keyin boradigan bo'lsa. Ishkam. Ishga sirasi. Yo'q, men mashinaga ketishim kerak. O'zing mashinaga ketasan-a? Bo'pti, uyga tashlab qo'yamiz. Soat 9:30gacha. 7larda ketaylik unda. Endi ashaga borib yeb kelish shartmi? Hay, men Unga itondagi zo'r-ku. Yo'q, unaqa kebab yo'q. Unaqa kebab Koreyada yo'q. Men telefon qilib gaplashaman, agar ishlayotgan bo'lsa boramiz. 7larda 9ga ketaman-ku, men 9ga ketaman. Bemalol, hozir 7gacha ham chiqib ketsak uydan, 7ga chiqib ketsak, boramiz, ovqatlanamiz, qaytamiz, ishga ketaveramiz. Uyga borib kelasanmi sen? Menda qanaqa qiziq narsalar bo'lgan ekan. Kret kuk yaqin. Hech balo bo'lmagan. Kret kuk emas, zo'r. O'sha haqida aytib bering. Kret kukiga men jahli chiqqan. Kret kukiga meni ishga chaqirib, yana ishlarda ishlab yurgan joyimda ishga chaqir desam, Temur akasini ishga chaqirganda, Endi u paytda iltimos qilganman, chaqirgan. endi u payt Person haqida gaplashmaylik. O'zing haqingda. O'zim haqimda birinchi Koreyaga kelganimda to'g'risi menga juda ekzotik tuyulgan Koreya. O'zbekistonda ko'zing bitta narsaga o'rganadi-yu. Har xil ranglar. Agar tasavvur anaqa qiladigan bo'lsang, solishtiradigan bo'lsang, O'zbekistondagi anaqa odamlarning ko'ziga yoqadigan ranglar bilan binolarning devorlari rangi, masalan, kiyimlarning rangi Koreya monotonikroqda.
Mana bir xilroq ranglar. Sirasi O'zbekiston juda rangli. O'sha narsalarni Meni fahmlab yo'q, ko'zimga boshqacha chiroyli tuyulgan Koreya. Haligi masalan adabiy bo'lib ketmay normal gapiravering ko'radiganlarga voh o'sha paytda ham aqlli bo'lgan ekan hamma narsani farqiga yetgan ekan demasdan a yo seryozni menga shunaqa tuyulgan. bu ancha bu o'zicha rang bo'ladigan aqli qo'shlar yo'q gapdan kichkon bu biz bilishni bilmagan ekanmiz litseyda yurib bu kishi hamma narsalarni kichkinadan oddiyroq gapiravering yo oddiyroq gapiravering o'zingizda bo'lib ruxsat berib turasiz darsdan keyin qilsangiz bo'lmaydi darsdan kursim borda yomon bo'lgan a yomon bo'lgan kelamiz dedik a Agar domla ko'radigan bo'lsangiz mana uzr so'rayman. uzr so'raymiz domla O'zim haligacha eslab, juda hozirgacha eslab o'zim g'alati bo'laman. Lekin prikol bo'lganda qanaqadir. lekin domla ham o'sha paytda qani ikkalang o'tirchi men egada hech qayerga jo'natmaganlar shu paytda endi chunki men kurslar yo asli anjuman qilmadik o'sha Qisqasi, paytda men Koreyada meni ham buzyapsizlar anaqamda. Koreyaga keldim. Haqiqatan ham qo'yganimiz yo'qda monotonik unaqa bo'lgani uchun qanaqadir chiroyli tuyulgan Koreya. Keyin bir haftacha yashagandan keyin kelganman Koreya ko'zimga chiroyli menga yoqyapti. Qarasam ortiqcha pul bor. Ancha ortiqcha pul bilan kelganman-da. Qarasam kvartplatani 6 oylikka to'lab qo'yganmiz. Keyin shunaqa ham. majburiy bo'lganda to'lash. Keyin arzon bo'lgan, zo'r kvartira bo'lgan. zo'r joygacha chotki dedi Endi qisqasi to'lab qo'ygandan keyin ortiqcha pul qoldi. Shanba kuni tekpaga chiqib kelyapmiz. Boshida tekpaga zo'rda. Keyin tekpaga chiqib kelyapmiz. Pul kelib turibdi. 60 mingdanmi berardi? 90 mingdan berardi. 2015 90 mingdan berardi. 90 mingni olib, ertalab banan olib, chokopay olib kelib, non shata keyin qisqasi. Keyin pullar kelyapti. O'yladim-da, bo'ldi ortiqcha pul kerak emas ekan menga dedim. Pul kerak emas desam, ha dedilar, mana jo'natib yubordim. Pul yo'q, umuman. Qancha 50 ming olib qolganman-da o'zimga. Keyin undan tekbirlar yo'qlaverdi. qanchada boshlandi 2000 ming pulim qolgan. 2000 ming pulim qolgan. Kvartaldan to'lab qo'yganmiz, yaxshi. Shu paytda keyin chiqyapmiz tekbiga. Qaytib kelyapmiz. Chiqyapmiz, qaytib kelyapmiz. tanlab ketadi Yo'q, hali xuddi odam savdosidan kelib turib, sen bo'lmaysan. Sen unaqa kichkina ekan, jussang kichkina ekan bo'lmaysan deb turib, shunaqa tanlab. lekin mashinaga bitta qo'shimcha tekbega borar chiqib meni olib ketmasin deb borardim Olib ketmasa xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham iloji xuddi men chiqdimmi mana qildimku olib ketmadi endi iloji yo'q Buni deydi, vijdon toza bo'lib uxlash kerak. keyin undan ham zo'ri misol oshnalar bilan chiqdik yo misol uchun buni ham ketib meni ham ketmay qolsa qarab qo'yasan agar ikkalamiz ham ketmay qolsak bayramda yo'q, buni tanlasa bu o'ylab tursa kerak, men uni ham tanlamasin yo'q teskarisini o'ylaydi nimagaki oshnam bilan borsam bitta joyga tushib qolsak birga ishlardik degan shunaqa xayol bo'ladi hali tanishlar bilan borsak men olib ketadigan qanday qo'liga oladi Naqa barkod reader. voy oshna bir marta tegib qolibdi shu bir marta marta oshna menga boshla menga berib ketgan. ittalab ketavermaganmi yo'q Qisqasi bir tekpe pullar bo'lmadi. Okey. Yolg'on aralashdi. Keyin karsdan bilmaymiz u. Ish topish kerak. Craigslistga kirsam, bitta joydan chaqirdi, borsam kuniga 4 soatdan ishda u qoplamaydi Tevonga borib ketishga. Haftasiga 2 kun. Bordim, iloji yo'q, ishlayman deb turgan paytimda boshqa joylarda albomimdan qidirishni boshladim. Albomimda karscha 100% karscha edi. Keyin Chrome'da translate degan funksioni bor. Sirasi zo'r translate qilib beradi. Albomim zo'r translate qilib beradi. Ish topib turib, keyin telefon qilib turib, haliga so'zlarni yodlab olib gaplashardik-da. Keyin keldik ham bitta joy, haliga aytdi-ku. Sulchib. Sulchibga borganmiz.
Jimto. Men bormaganman-da, men bag'da ishxonaga ish bo'lib qolganiga Tohirjon jo'natib bergan o'rnimga. Keyin Tohirjon borgan, qisqasi ish topib, bu ishlab qolgan, keyin meni chaqirgan, bag'dan chiqib ketganman. O'sha yerda ishlab qolganmiz. 6 oy, 7 oy ishlaganimizdan keyin уже undan keyin tillaydi bilasizlar. Yaxshi bo'ldi-da, keyin kechqurun, kechasi ishlash yoqmay qoldi. Kechasi ishlash juda qiyin bo'lib ketdi unaqa bilan. Ertangi darsga chiqish kerak. Universitetlar boshqa bilan. Eng bitta yomon tomoni bu şeydan qaydida, yana bitta qo'shimchasiga. Ertalab haligi ish, misol close bo'ladi-ku, close bo'lgandan boshliq close bo'lgangacha hisoblaydi-da. Haligi cleaning boshqa narsalarni hisoblamasdi. Shunaqa edi, cleaning hisobi keyin o'shani tortishganmiz-ku, mana shunaqa bo'layapti. Desak, o'zinchilaganmiz, zadda qilib pullarni kesib, narsa degan-ku. Sizlar shunchaki oson topolmaganlar. Pul berganmi o'shanga? Keyin klien qilganlarga? Vallahi yurdik. Yo'q, ungacha ishdagacha o'tirganlaring bor edi. O'sha joyda Haligi avtobus bekatda. O'shalar yig'lagan. O'sha joyda Ichim, короче, endi sirroz yaxshi hayot o'tib ketdilar, bor. Bordik ishga, endi ega kirdik, bo'lmadi. O'sha birinchi ikkalamiz borgan vaqtimiz bo'lmagan. Keyin yo'q degan, o'sha yoshimiz to'g'ri emas. Keyin boshqa joyga borganmiz. CUga kirganmiz, 7-Eleven bo'lardi. Ish yo'qmi deb kirganmiz. Bir ikkita joyga kirganmiz, yo'q, bo'lmagan. Keyin o'sha kebab yonida bekat bor edi, o'sha yerda o'tirib, ikkalamiz bekatda o'tirib bizda ichimni yig'lagan to'g'risi. Xo'rlangan. Nima? Qanaqasiga dedim. Shunaqa ham bo'lib, o'zim ham pulim qolmagan, boshqa bo'lgan. Keyin ana bo'lib, uyga kelganmiz. Nimadirlar bo'lgan. Endi u mahallada ishlardingiz, joningizda pul bo'lardi. İçimizden shunaqa pul bermasdi. Keyin pul berardi shekilli. Pul bermasdi. Banan olib kelardi, yerdik. Kebab olib kelardi. Kebab yerdik. O'shanda kebab kattalarni otsa keyin yerdik-da. Lekin shuni navbat qilib olishardi. Kattalarni olib deyishdi-ya. Talashgan ham bir kun bor-u, men qo'ygandim, meni navbatimda qilib. Lekin qandaydir bir boshqacha paytlar edi-da. Endi aytishyapman, bilmayman. Men qachon ketaman degan hojat. Men to'g'risi Shimoliy Koreya hujum qilsa-yu ketardim. Yo'q, men nima hojatxona o'tirsam tez yig'lasam nima bilan ketaman. Ashtekariman taman deganmidi. Qayda suv tuysa. Qiynalganman. Yo, endi haligi o'rganmagan ekan. Bekatdagi narsa bo'lyapti. Hamma narsa kelyapti-da. Endi moralni izlayapti. Endi nima zaril menga dedim-da. O'zbekistonda maza qildim. Nima zaril dedim-da. Keyin haligi akalar yoshing manaqa-yu degandan keyin ozgina uchqun paydo bo'ldi. Yoshing? Ha, yoshing 20 yoshsan deganda. Keyin borib shunaqa bo'lib qabul qildi, ishga kirdik. Ish qiyin edi. Kechqurun ish qiyin. Tez o'tib ketdik. Yo, menimcha bu yerda ishda kelishni boshladi. Emas, boshida misol o'sha narsaga ham okey deyilgani, bizda qo'shimcha opportunitylar, ya'ni nima deydi, shanslar borligini, imkoniyatlar borligini bilindi-da undan keyin. Aytaylik, keyin demak faqatgina bayda emas-u. Bundan yaxshiroq joyda ishlasak ham to'g'ri. Keyin yaxshilab ketdim. 6 oydan keyin chiqib men boshqa joyga o'tib ketdim. 6 oydan keyin chiqib ketdim. Men 6 oydan keyin ikkalamizdan chiqib ketganmiz. Ikkalamizdan chiqib ketdik. Tench ketgandan ikkalar. Biz nima qilardik? Biz boshida ish nimasi qiyin edi? Haligi biz o'tirmasdik-da. O'tirg'izmasdik. Yaxshimi? Menimcha shu hurmati bekorga oshmagan. Biz chiqib ketganimizdan keyin yaxshi ish topolmagan. Biz o'tirmasdik. Shuni вообще haligi farosat degan narsa bor-ku. O'zbeklar farosatli bo'ladi. Bunday qarab turib ish topa olasan-da o'zing. Aytmasdan oldin qo'yasan. Hammasi ham emas. Lekin sizlar haqiqatda o'sha paytda ichlaringdan ishlagansizlar. Haqiqat jonlaringni berib ishlagansizlar. Lekin zo'r tomon, yana bitta zo'r tomon. Zo'r tomon. Hozir unaqamasan deganim yo'q. O'sha joydaki seni eslab qoladi. Qolgan misol uchun ishlagan joyda misol uchun atlashingda bor. Masalan, hozir Genesis Ittonga borsam ham Create Cookie'da masalan biz shu zo'r o'rnatiladi. Xo'p, men seni yomon ishlagansan deganim. Endi karis tembolli o'sha tilni bilmaganliging uchun, boshqa qilmaganliging uchun, lekin qattiq ishlagansan. Biz ko'p narsa talab qilmasdik-da. O'shani oddiy bitta misol. Biz
demasdan non haligi cho'chqa yemaganimiz uchun non olib kelardi. Nonni o'zini yerdik. Pangmoq derdi. Pangni o'zini yerdik. Ovqatlanmasdik. Biz ovqat yemaganmiz. Pango debdi. Pitsa qilib, pitsa yeylik desak, pitsa qilardik. Chizni qo'yna ko'p solib qo'ysak, "Ey, o'zi nima qilardi-da?" Lekin men keyinchalik Ba'zi yerdik. ishlaganimda Pitsa yeyish u bayram edi biz uchun. keyin ishladim oxir payt. Keyin ishlaganimda menga kechun kebablar olib berardi. Keyin undan keyin o'rganganda. Undan keyin o'rgangan. Aytmoqchimanki, Bizga hurmat oshi bo'lgandan keyin Undan keyin yana orada chiqib ketib yana qaytib kirganimizdan keyin birga ishlaganmiz o'sha paytda. Sizlar ozgina ishlaganlaringdan keyin yangi yil kuni bir kecha o'sha paytda tanishib qolgandik ular bilan. siz bizda Qoylancha keyin ishlayman. Yangi yilda borganman bir kun oshna. yangi yil o'sha 6 oydan. O'sha yerda tanishganmiz. o'shanda kebab olib kelib bermagan-ku. Yo'q, unda kebab olib bermagan. Olib kelardi, ko'p emas edi-da. Ko'p Ko'p emas olib edi. kelmasdi. Shuna ko'p olib kelmagan. Men nima demoqchiman? Undan keyin o'sha kebab o'shanaqadan chiqqandan keyin sirasi Baker's Table'ga kirganman. Baker's Table'da yomon edi. Baker's Table'da ham boshlig'i nemis edi. Muomala nemischa edi вообще bor. Haligi seni Shinchondagi pitssaxonangdaqa muomala etdi. Shuni chiqalardi, xuddi haligi bir narsani qoyillatib qo'yganday narsalar otib. Qanaqadir izdivoj Chidab ishlagan ekansizlar. Qara yashagan ekanlar. Men bir kun ishlardim, yo'qmadim hech ketaverardim. Endi bizda boshqa. Endi iloji yo'q. Men nimaga ishlaganman Sinchonda? Men haligi menga zo'r yoqqan narsasi, misol uchun men pul so'rasam beraverardi. Uni xotini zo'r edi. Xotini tilla ayol edi. Misol menga kontrakt pul kerak bo'ldi. Oyligimni oldindan berarsam berardi. Bir oylik, 2 oylik bo'lsa ham. Pulim yo'q bo'lib qolgan vaqt bo'lmaganda, uni erishgan. O'shanisi zo'r edi. Haligi puldan problema yo'q edi. Hozir narsa Oyligim qaytaverardi. kelardi kechqurun. Sen kelarding. Ha, Bo'ldi, ertagadan ishlamayman sen. Men oshna. Qara. shunaqa. Mana narsalar to'lash kerak. Haqiqatda juda ko'p ishda mashq ushlab qolgan bu. Men so'kinib kelardim. Jonim ketaydi bo'lsa. Narsalar to'lash kerak. Bu kishi pizzani yeb boshla. Qaysi pizzasi? Yo'q, emas pizzasi. Ko'pincha kartoshkali pizza, boshqa narsa. Kesal yeb, oshna, garchi pizzani yeb. Pizza yaxshi ketyapti. Unda ham ishlagansiz? To'yapti. Lekin pizzasini olib Gino's keladi. pizza. Juda boqqansiz, bilasizlar, birga yashagansizlar. Yo'q, prekomanda ko'p emas, lekin narsani olib keladi. Chunki Shinchonda Shinchonda o'zim pizza tayyorlardim-da, o'zim ovqatimga pizza tayyorlardim. Uni aralashmasdan cheezni bosardim. Xohlagan turdan qilardim. keyin o'sha Baker's Table'da Pizza yeb qoldi. yeb Baker's Table'da yeb Cho'dak-ku. Pizza yegim kelib qoldi deyapti. Bekir sekidan yegim kelib qoldi mana. shuna deyapman. Baker's Table'da ko'p o'zbeklar ishlagan. Aziz ham ishlagan. Aziz, Jasur aka ishlagan. Nima u? Pizzami yo'q. Pastachimi Anaqa Ibrohim aka ishlagan. Lekin biz bitta narsani bilmagan ekanmiz. Misol uchun biz haliga o'sha mahalda menga bitta oshna Yaponiyadagi Abror oshnam yozganda, oshna $400 bo'lsa ham bitcoin olib qo'ying degan. O'shanda olmagan ekanman onasini deymiz. Yana bitcoin past edi. O'shanda aytdi. O'zi olgan ekanmi? Bilmayman, o'shanda oling oshna ko'tarildi bitcoin degan nom oldi. Endi tushunmaganman unaqa narsa. Bilmaganmizda. Men hozir ham ishonmayman bitcoinga. Chunki bitcoin ishonmasang. Bitcoin necha million dollar bo'lsa ham to'g'risi men uni unaqa texnologiyasiga ham ishonmayman, uni skam deb hisoblayman. Ko'rib o'tiraver ekansan-da, misol 167 mingga ham chiqqanda sotmas ekansan-da, 140 sotmas ekansan. Yo'q, Odam greedy bo'lib ketadi-da, ko'tarilib ketadi. Greedy bo'lib ketadi. Anaqa it baliqsan-da, u bozorda to'g'risida. Sen baliq ham foydalanyapti. U ishlamasan. Puldanmi? Puldan foydalanadi-da. Ha, sen qancha unga ishonsang, haliga bittasi aytuvdi. Mana shu gap hech esimdan chiqmaydi. Nima uchun coinlarga ishonchim qolmagan? Anaqa aytganda, bu coin market shunaqa marketki, tasavvur qiling. To'g'risi qo'pol juda qo'pol gapirganda. Bu bozorda mana shu bitta yaxshilab marketing qilsangiz, mana shu $1 million sotiladi. Mana shunaqa bozor bitcoin. Hype. Yo, endi bitta bitcoin emas-da. O'sha mahalla misol uchun
stoklarni ham oddiy Nvidia stok ham o'ta arzimagan summa bo'lganda. Nvidia bilan Nvidia boshqada. Nvidia qanaqadir bitta value Yo'q, generate value qiladi-da. generate qiladi, tushuntiribman. Просто o'sha Bitcoin narsaga ham nima generate aqlimiz qiladi? yetmaganda demoqchiman. O'sha narsa tushuncha bo'lmagan. Bitcoin sizni pulingizni olib, menikini olib, unga berib, unikini sizga berib, ashuna qiladi-da, nima? Unaqa emas. Misol uchun, Stok qanaqa ishlaydi? Ha? Stok Stok- qanaqa ishlaydi? stokni back qiladigan qanaqadir narsasi bor-ku. Masalan, Nvidiaga sen ishonishing uchun Nvidia qanaqadir bitta product generate qilyapti. Sizlar detalni bo'lib ketyapsiz. Men generalga aytmoqchiman. O'sha stok sotib olish boshqa narsani ham tushunmaganmiz demoqchiman. Ashla bizni Qisqasi nima demoqchiman? Bitcoinga ishonmanglar. Men olaman lekin. Coinga ishonmanglar. biz boru Masalan, Trump ham coin chiqardi. Nimaga? Trumpni gapiga ishonasanmi sen? Values o'sha gapda. Ertaga bo'ldi do'stlar, xayr desa bo'ldi. Bu Bitcoin ham, o'sha chiqargan coin ham yeydi. o'rtada bitta fraud ham chiqib ketdi-yu. Yo, mayli, okey. Bu biz detalli, biz detalli. Millionlik kompaniya. Ha, detalli kirib ketmaylik-da. Biz hozir misol ko'zimiz bilan Qisqa ko'rib muddat turgan bo'lsa ham, imkoniyatlar bor-ku. Endi o'sha paytda endi bu bilmaganligimiz bu bor narsa. Mavzudan Judayam chetga ko'p. chiqib ketyapmiz. Ha, okey. Bor narsa. Hozir kelmoqchi bo'lganlarga o'shancha imkoniyatlar ko'p edi. Aslida O'zbekistonga kelishdan oldin o'rganib, ozgina research qilib kelsa, bu yerda hayotni tiklab olish Hozir yoshlar hammasi o'rganib boshqa qilib kelyapti. Bilib kelyapti o'shani hozir. Hozir o'z yoshlarga maslahat berish ham kerak bo'ladi. Yo'q, Tavsiya berib qo'yish kerak bo'lyapti. bilmaydiganlar ham ko'p. Bilmaydiganlar ko'p, so'ramasa siz borib Endi siz ham bir gapiring. sizlarga o'sha masalan rostdan biz izlanuvchan bo'lgan ekanmiz o'sha paytda. Masalan Biz hozirgilar chidamli kelyapti, bo'lganmiz lekin. gaplashmaydi hamda. Buni ish bor desa, ha, bormi deb qo'yapti-da. Izlanuvchan emas. Izlanuvchan Biz emas, shu ha. qadam bosib yurib turib o'zimiz duch keldik-ku. Ha, o'zimiz ya'ni yurgan qadamimiz bilan explore qildik-da. Ya'ni hozirgilar mana shu uchar. Ko'p yoshlar bilan gaplashsam. Egiluvchan bo'lganmiz biz deb o'ylayman. Kuchli. Tushunganlarga maslahat berib o'rgatish kerak bo'lyapti-da. Yoshlar kuchli yosh. O'zlari masalan hal qilib qo'yapti. Men har bitta ko'rishgan aka boshqa bilan men yaqin bo'lishga harakat qilganman-da, misol uchun. Noto'g'ri. Haligi hozir unaqa emas deb o'ylayman, lekin men yaqin bo'lishga harakat qilganman. Chunki Chiqishi boshqa bir kunimga ishim tushadi shu odamga deb yaqin bo'lishga harakat qilganman. Hozircha manfaatlari. Yani hozir bilmayman, balki o'zim tiklagandan boshqa bo'lganim uchun uncha narsa qilmasligi mumkin. Lekin hozirgi yoshlar unaqa qilmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Seriozdan unaqa qilmaydi deb o'ylayman. Mana misol uchun buni albatta gapimni qo'yaman. bu podkastda naqa hozir mana shu haligi alba qilganlarimizni gaplashib keyingi step haqida gaplashsak bo'lmaydimi? Yoshlardan Zo'r. Ha? Yo'q, Yoshlardan. ofitsialniy ishlar. Yo'q, keyingi anaqa ofitsialniy. ofitsialniga kirganmiz. Ha, nima bo'lgan? Shunaqa qilib haligi step bo'lib by ketaveradi. step ketaveradi. Men misol hozirgi zo'r ketdi. Ancha gaplashdik shu alba, qiyinchiliklar Qorin to'zaylik. Siz ham ozgina gapiring, ozgina. Ozgina 5 gapirib minut. keyin ketamiz. Meni gapiray yoshlar. Qanday endi masalan qishloqda hayot qanday bo'lgan? Shunchaki kelib bo'lmagansiz. Qishloqda butik kiyib sholpalarda shol ekkanmiz. Ya'ni O'shalar qiziq. O'shani gapirdi. Sholpa ekkanmiz, bug'doy masalan o'radik-ku. Hayron qolaman. Ikkinchilar. Ishlagan joylarga. Asfalt emas. bosganmiz. U ya'ni Seuldan tashqaridagi odamlar Hayot bor-ku, shunaqa. ishlaydigan. Klinika tortganmiz. Ha. Klinkasi. Masalan bitta rulon tugatsang 120 yuan beradi. Ya'ni Kuniga masalan 5 ta rulon tugatsang 2 kishi shuncha pul bo'ladi. Taarruzga chiqqanmiz. Lekin oson emas. Taarruzga chiqqanman. Ko'pchilar qilganmiz endi kelib. Lekin Birinchi qilgan ishdan ishing qochmagan ekanmiz. Qanaqa ekan? Sigaret. Birinchi qilgan ishing sigaret chekkan, Ha. nikotin narsalar, Tabakko. tabakko. Tamaki. Ikkinchi qilgan ishing nima? Ikkinchi qilgan ishimni aytib bo'lmaydi-da. Men ikkinchisini ayting. Nimaga? Allohga chiqqan, cho'chqaga. Danser bo'lganmisan? Cho'chqaxonaga. Endi u paytda bilinmagan, boshqa Cho'chqani qilinmagan, to'g'risi. Bilmayman, men hamma musulmon bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Серьезно? Yo'q, серьезно? Ketdimi namozga deb? Musulmonmi, xristianmi? Keyin bilganman, o'sha akalar aytishgan. Naborot, agar misol O'zbekistonda ozgina noto'g'ri qilyapsa, haligi aql borib eslatiladi, uka, unaqa qilma, uka, bunaqa qilma deyiladi. Xuddi men shunaqa qilmoqchi bo'lganman. O'zbekistonga 1-6 oydan keyin Cho'chqa aladigan so'ygan boshqa chiqmaganman. Cho'chqaxonaga yozda isib ketar ekan. Yozda isib ketgani uchun haligi po'kak bor-ku, sepadigan. Hech sepgan chiqqan cho'chqaxonaning ichiga. Endi uni bilmaganman men. Samshuldan Ilyokdan chiqarganda keyin hech qancha bo'lmagan edi. Tilni bilmayman, ertaga ish bermay qo'ymasin deb turib, iloji yo'q ketaman desam, ketib bo'lmagan. Tilni bilmayman. Tushuntirish qiyin-ku, ketaman boshqa. Ertaga ishga chiqsam, chiqib bermay qoladi. Chunki boshqa joyda ish yo'q edi. Qaytib chiqmadingiz lekin unaqa joyga.
anaqa joyga ertasi kuni kelib translator tushuntirib men buni ishni qilmayman Bu. boshqa qilmayman deb menimcha turib. buni yomon Lekin yomon sassiqda o'ta sassiq bo'lmasa maskalargacha beradi anaqa maskalardan kiyimlar ham отдельно beradi kiyimlar yechib tashlaysiz badanga urib ketadi-da. Kelib turib o'ta sassiqda cho'chqalar bir tep qachana qaradi. O'lgan Bolalar O'lgan. o'lgan emas, tirik. Просто po'ka to'yxonada sepyapmiz biz. yurgan deb emas. Yozda issiq urmasligi uchun cho'chqalarga ichidan po'ka sepib qo'yarkansan. O'sha allaqani ushlab turar ekan sovuqda. Cho'ta bir kun chiqqanga o'xshamayapsiz. Yo, bir kun chiqqanman. Bir kun chiqqanman. U shilankani men ko'tarib turganman. Nimaga? Shilankani yerda yuradigan bo'lsa cho'chqalar tishlab qo'yar ekan. Yevoradi-da. Ha, yevorar ekan. Ajib qo'yar ekan, teshib qo'yar ekan. Hamma narsani yeydi. O'shanga alla qolar ekan. Uni kelgandan keyin yomon hid kelyapti-da. Qanday kelganman bilmayman o'sha paytda. Odamlar mendan qochib ketgan bo'lsa kerak. Avtobusga kelganmiz-a. Avtobusga kelganmiz. Keyin dushga tushyapman, hidi kelyapti. Yana kirib ketdim. Yana kiryapman. 4 marta dushga tushganman. Kiygan kiyimlarni hammasini tashlab yuborganman. Qarang, Yomon o'sha bo'lganda. tomonda mana bayta misol yashab, buni Sejong yonida yashaysiz-a. Sejong yonida yashaysiz, studentlarni misol yashash tarzini hech yo'q bunday ko'rsangiz his qilasizda qanaqa haligi qayga borib ishlashsa bo'ladi, qanaqa income qilib kontraktlarni to'lasa bo'ladi. Endi menda o'sha Seuldan tashqaridagi uzoqroq viloyatlardagi studentlar qanday yashash qiziqda. Misol qanaqadir Dongni haligi downtown deydi-yu, Sichong deydimi, markaz? O'sha hamma restoran, shu markazga o'xshagan joylar bormi? Shunaqacha ishli bo'ladimi shunaqa joylarda? Ishlar bor, endi oshxonalarda bo'ladi. Qishloqlar asosan kichkina joy, sentr joy bo'ladi. Endi o'z karslar o'zi ham yetadi u yerga. Lekin dala ishlari, boshqalar, masalan, piyoz birinchi kelib, masalan, piyoz ishda zo'r ish qilagan. Piyoz emas, birinchi tarvuz ishlagan ekanman. Tarvuz ishlab turib, uni Ichonga kelib ishlab ketganman. Siz qayerda yashagansiz o'zi birinchi? Mokpoda. Mokpoda Chonga kelganmiz. Mokpodan Qayerda yotgansizlar? avtobusda birinchi Tongsovga kelganman. Tongsovdan keyin ayda yaxshi ish bo'lmaganiga anaqaga chiqqanmiz, Makka urushga. O'ldirardik o'roqdan. Yo'q-e? Ha. Karishlarda anaqa yo'qmidi? Yo'q, kichkina joy ekanda, echkilar bor ekan, echkilarga o'rib turib, uni keyin bir bola apparati bor ekan, kesib maydalab Sulus qiladi. bosib qo'yganmiz. Sulus Sulus ham qo'ymagan, sira yeb tashlayman, ko'p pasitda. Mashina ishga chiqardik, ish bo'lmay qoldi. 80 mingdan berardi. Bir kun netdan ketardik, o'rib kelardik. Issiq. Keyin Tarvuzga chaqirib qoldi. Shokirmi? Taniysizlar-a, Shokir? Tarvuz bor. O'sha chaqirganmi, to'g'risini esimda emas. Jasur Shokirlar bilan ishlagan ekansizlar-da. 19 yoshmiz endi, juda kichkinamiz-ku, Tarvuzda. universitetdan. 18 soat, 17 soat ishlardik-da. Lekin o'qigansizlar. Ustimizdan pul yerdi o'zbeklar. Voy, yomon. Bitta mashinaga 40 mingdan berardi-da, tushirgan. Endi kuniga 9 tadan mashina tushsang qancha bo'ladi? 8 ta. 80. 320 ming. 320 mingmi? 8 kara 4. 320. 8 kara 4 320 ming. Endi 9 ta tushirgan kunlarimiz ham bo'lgan. 8 kara 9 320. 8 kara 4 328. 320 ming. 280 ming. Ha, qalay. Siz raqamingizni boshqachami? Lekin bitta narsaga Xudoga shukr qilaman, to'g'risi bitta narsaga. Haliga misol Pusanga borishgan-ku, o'quvchilar Pusanga ketgan, Seulga ketgan, yoki boshqa shaharlarga ketgan. Lekin bitta narsaga Xudoga shukr qilaman, Seulga kelganimga Xudoga shukr. Seulga to'g'ri. Seulga kelganim Xudoga shukr. Boshida qiynalasan Seulda, lekin o'sha qiyinchiliklar Lekin hozir seni o'stirar ekan-da. hozir biz Seulda yashab, hafta oxiri, Seuldan tashqariga chiqib, aylanib kelamiz. Kecha ham men narsaga Hosonga borib keldim-da, ish bilan. Borib keldim. Ana yaylovliklarni qaranglar, kenginglar. Maza qilyapsizmi? Odamlar Hisoblaringiz nimalarmi? O'sha hisoblaringiz bilan. O'shanga haligi ishing remote bo'lsa, 100% remote boshqa bo'lsa, o'sha kengliklarda ham biror yil yashab kelsang, Bir oyga chidolmaysiz. Wrap up qilamizmi? Ya. Dengizda bo'yi bo'ladigan. keyin wrap up qilamiz. Qoyil qoladigani birinchi kelib aytaylik, koreys tilini yaxshi bilmaymiz. O'zbekistonda bitta joydan bitta joyga borib kelishdi o'zi qanchalik qiyin o'sha paytda. Koreys tilini bilmasdan
bir Koreyani Seuldan Tegusi boshqa shaharlarga borib kelib yurgan ekan o'sha paytda. Lekin karslarni o'zi ham zo'r bo'lganda, misol bekatda avtoligi Subway'da yo'l so'rasang 20 masdan olib borardi stationga. Bor. Tushuntirolmaydi karslar, misol ingliz tilini tushuntirolmasa follow me derdi. Olib borardi. 2015-yilda Boshqacha bo'lgan. chet elliklar ham kam bo'lganda, Keyin haligi negativ fikrlar bo'ladi-yu, unaqa ham kam edi. hozir juda masalan, deydi hozir menimcha. U Yaxshilar ham bor hozir ham. Vegan dedim-da, sразу Menimcha, O'sha meni shaxsiy zo'r vaqt fikrim, kelgan. lekin hozir yaxshiroq. Chunki qancha chet elliklar ko'paygan sari Hozir openroqda. o'sha yoshlar ham yaxshi hozir. Are you open mind deydi-ku. Lekin yoshlar ham yaxshiligi nimada? Chet ellarni birga o'qiyapti-da hozir. Ko'ryapti. Turib ko'ryapti, qanaqa fikrlari bor. Mayli, Keyin o'zlari ham chetga ko'proq chiqyapti-ku, qiziqyapti-da. o'qish, u haqida keyingi podkastimizda gaplashamiz. O'chiraman. Va o'chirmaydi. Kasali bormi? Lekin Keyin to'xtang. Birinchi darsga kirsak haligi fizika o'qituvchi va Fransiyaniki kimdir bor. Shu haqda mana shu gaplarni ushlab turasan. Kengizda Ketib qolaman. gaplashamiz. Mana shu gapdan boshlaysan. Bo'ldi. O'shanga xo'sh. Bugunchalikka bo'ladi. Bugunchalikka. Xudo xolasa, Qilamiz. rapap qilib. Endi ja zo'r bo'lmasa ham bundan keyin yaxshi ishlashga harakat qilamiz. Koreyada qanday qiyinchiliklarni ko'rganimiz, qanday o'sganimiz, Kuzatishda davom eting. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kuzatishda davom etamiz. sovuq ta'sir qilyapti-da. Oyoqda sovuq ketdi. Tez-tez tugataylik. Charchamanglar, nima deydi? Doim oldinga bosinglar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi hozir yoshlarga motivatsiyami? Hozirgi yoshlarga Yoshlarga sizga motivatsiyangiz kerak emasmi? Yo'q, do'stim, kerak. O'zi motivatsiyasi Ko'pchilik, ya'ni siz shu Sirojiddin do'stim oralikka, dedi, ya'ni boshqa mavzu boshqa. siz o'sha oraga qo'shilsangiz, keyin bilasiz, siz yordamingiz kimga kerak, kimga kerak emas. Ha. Siz qo'shilsangiz-da, o'zlari kelmaydi, toshni. Bo'ldi. Amin. Gaplashamiz.